Assalomu aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 500 mingta obunachisi bor kanalimiz kelgan. Xo'p, oyiga 57 mingta obunachi qo'shilyapti. Hozir men sizlarga batafsil holatda statistikasini ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Statistika вообще udar. Oyiga 74 million prosmotr bo'lib ketgan. Bu o'zbek kanallar o'rtacha 1 million prosmotr bo'ladi do'st. Normal O'zbekistonlik kanal. Bu Yevropa yo'nalishida bo'lgan hisobiga oyiga 74 million prosmotr bo'lyapti. Oyiga 74 million prosmotr va 58 ming odam qo'shilyapti. Kuniga o'rtacha 2000 ga yaqin odam deganida. 90 kunga nisbatan qaraydigan bo'lsak, 90 kunda 370 ming odam qo'shilyapti. Dahshat xullas statistika, udar kanal. Hop 365 kunga nisbatan esa hamma odam qo'shyapti. 365 kunga ham bormaydi o'zi. Avgust ochilgan kanal. Avgustdan buyog'iga mana deyarli 1,5 million odam, 500 ming odam, 1,5 million odam va qancha 475 million dahshat. Bu 1,5 million, bu 475 million prosmotr yig'yapti. Xullas statistikasi yaxshi kanal. Bu kanalimizda bizni sotib olgandilar. Adashmasam 200 ming, 300 ming pay sotib olgandilar, lekin birdan kanal ko'tarilib ketibdi yana. U hozir o'zimizga sotuvga berdilar, iloji bo'lsa sotib bering deb. Mana ushbu kanalimiz do'stlar sotuvga kelgan. Mana 504 mingta obunachisi bor. Xo'p, statistikasini ko'rsatdim. Vaqti dahshat bo'lyapti statistikalari. Endi buni staji bor odam oladi, ortiqcha gap so'z kerak emas. Staji bor odamga tavsiya qilamiz. Endi bilasizlar, videolar original emas. Videolarda o'sha olgan odam o'zi original qilib, cho'tik qilib yurgizish kerak-da. Auditoriya asosan Indiya, keyin O'zbekiston, Aljir. Bu qaysi davlat ekan bu? Aljir, keyin Iroq, Bangladesh. Aljir. Ruschasiga baribir bilmayotganlar, inglizcha bo'lganda lekin bilardi. Xo'p, 90 kunga nisbatan qaraydigan bo'lsak, Indiya, O'zbekiston, Turkiya, Braziliya shunaqa holatda ketyapti. Kanal yaxshi. Xo'p, monetizatsiya joyini qarasanglar, kanal tarixi yongan do'stlar mana. Bemalol monetizatsiyaga xudo xolasa ariza tashlasanglar bo'ladi. Faqat endi o'zingizlar adsensinglar bo'lsa, ulab olsanglar yaxshi, maslahat beraman shunga. Xo'p, ushbu kanalimiz sotiladi do'stlar. Xo'p, videolar aytib o'tdim. Keyin buni endi staj bor odam olish kerak. Staj bor odamga ortiqcha gap so'z kerak emas. Staj bor odam olsin, yurg'izsin, qo'lidan kelsa eplasa olsin. Keyin ertaga masalan yurg'iza olmay, monetizatsiya olmay qoldi, u bu degan gap kerak emas. Staj bormi? Mana bu kanalda ham sotayotgan paytimizda so'ragan, staj bormi ekan? Stajim bor dedilar. 200 ming, 300 ming payt sotdim. Mana 500 ming obunachi bu qaytarib olib kelyapti degan sotuvga. Xullas shunaqa do'stlar. Kimdir biznes uchun yurg'izadi, kimdir odam soniga oladi. Xullas bu yoqda staji bor odam eplab ketadi. Shu kanalimiz do'stlar sotiladi. Kanal narxi $1399. Kelishamiz. $1399 deyapmiz. Konkret bir oladigan odam bo'lsa, kelishamiz xullas. Xo'p, Telegramda yozaverasizlar. 99lik 791 32 32. Faqat Telegram bilasizlar do'stlar. Telefon qilmanglar iltimos, chunki menda har xil kuni qismida ishlayman, shunga telefonga ola olmasligim mumkin. Telegramda yozsanglar batafsil holatda Telegramda gaplashamiz. Kanal narxi $1399. Aniq oladiganlar Telegramdan aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling.